Assalomu alaykum, chorva qo'yish ishqibozlari. Internet orqali ko'ryapmiz, chorva boqishga juda ko'p targ'ibot videolari ketyapti. Odamlar o'zini chorva qo'ylarini chiqarib boryapti. Shu qatorda biz ham chiqaramiz. Chorvaga targ'ibot zo'r, chorva boqish kerak, biz ham taklif qilamiz, lekin tangani ikkita tarafi bo'lganda, tangani ikkinchi taraf haqida sizlarga aytib ketmoqchimiz. Juda ko'p menga lichkamga yozib odamlar so'rayaptiki, qo'y boqishda nimadan boshlasak bo'ladi, qanday qilishimiz kerak, tajribasi yo'q odamlar juda ko'p so'rayapti. Men shunday odamlarga aytmoqchimanki, chorvani endi boshlamoqchi bo'lganlarga birinchi o'rinda siz chorva qilishdan oldin tajribaga e'tibor bering. Sababiki, agar siz qo'yni qachon olishdi, qachon sotishdi, nima yem berishdi, qancha miqdorda berishdi, qachon qaysi ukollarni qilishni bilmaydigan bo'lsangiz, juda ko'p yutqizib qo'yasiz. Bu chorva boqishda eng muhimi bu tajriba. Masalan, sizni biron bir qo'yingiz kasal bo'lib qoladigan bo'lsa, siz veterinar chaqiradigan bo'lsangiz, o'zingiz mutaxassis bo'lmasdan turib. Kelgan veterinar o'sha vaqti bo'lishi mumkin, vaqti bo'lmay qolishi mumkin. Qo'ylarda ba'zida shunday kasalliklar bor, 3-6 soat ichida o'lib qolishi mumkin, o'sha ukol qilinmasa. Veterinar vaqti bo'lmay, boshqa ish bilan ovora bo'lib kela olmay qoladigan bo'lsa, sizda bitta qo'y o'ladigan bo'lsa, 6, 7, 8 million zararga kirib qolishingiz mumkin. O'shaning uchun tajriba muhim. Sizga yaxshi o'sha o'zini tajribasi bor maslahatchi kerak yoki bo'lmasa siz o'rganishingiz kerak ishni. Undan keyin chorvani boshlasangiz zarardan xoli bo'lasiz. Juda ko'p odamlarni bilaman, tajribasi yo'q, internet orqali ketayotgan $3000 tikuvdim, $30000 bo'lib ketdi, zo'r bo'lib ketdi deganlarni ko'rib, men ham shunday bo'lsam, shunday foyda topaman ekan deb turib pul tikib zararga kirib qolayotganligini, o'sha tajribasi yo'qligidan ko'ryapmiz. Shuning uchun birinchi o'rinda eng qimmatbaho narsa bu tajriba. Tajribaga e'tibor beringlar. Ana undan keyin chorva qilinglar. Albatta chorvada baraka bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'y boqqan, o'sha chorvada baraka borligini aytib ketgan. Biz musulmon sifatida bu ishni ushlashimiz kerak, albatta tajribadan keyin. Sog' salomat bo'linglar.